Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam duo qilgan ekanlar. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Man barra walidayhi tuba lahu zadallohu fi umrihi. Ota-onasiga yaxshilik qilgan ummatimga jannatdagi markaz nasib qilsin dedilar. Alloh u ummatimni umrini ziyoda qilsin deb duo qildilar. Alqama radhiyallohu anhu bir hikoyasini o'qiganmiz, yodingizda bo'lsin. Alqama radhiyallohu anhu 5 vaqt namoz o'qir ekan. Ibodat qilar ekan. O'lim to'shagida yotganda Azroil alayhisalom kelib jonini olay desa, iymonsiz ketadigan holatda turibdi. Olmay desa, onasini norizo qilgan u kishi. Alqama radhiyallohu anhu onasini norizo qilgan ekan. Shunda sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xabar beradi. Alqama o'ta qiylanyapti jon berishga desalar, o'zlari borib qarasalar, haqiqatda qiylanyapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam de zot yonlarida turib kalima-i shahodatni talqin qilsa tushunmayapti. Alqama radhiyallohu anhu. Keyin ey Bilol dedilar. Bu Alqamani onasi bormi yo otasi bormi desalar, ha yo Rasululloh onalari bor. Borib onasidan so'raylarchi, bundan rozimikan, rozi emasmikan dedi. Jon taslim qila olmayapti. Borib Bilol radhiyallohu anhu borib so'rasalar, men rozi emasman deydi. Bolamdan rozi emasman deydi. U ham xuddi shunaqa bo'ladi. Hozirgi mana 30 ga kirgan bola onasini 70-80 kirgan onani tashab ketayotgan bolaga o'xshab xotinining gapini ma'qul qilaverar ekanda, onani gapini ma'qul qilmas ekan. Shunda onasini chaqirtiradilar. Rozi bo'lib qo'ying, bolani turishini qarang deydi. Jon taslim qila olmayapti, jon bera olmayapti desa, rozi emasman deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alqama shuncha ibodat qilib endi oxirati kuyib ketadi men. Bo'lmasa deydi sahobalarga o'tin to'playlar dedilar. O'tin to'plashadi. Shu o'tni yaqinglar deydi. Yoqishganda endi shu o'tga bola oxirati kuymasin, dunyoda kuyib ketaversin, o'lib hozir deydi. Oxirat ertaga deydi yomon bo'ladi oxir. Deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu buyruqni qilib turganlarda onalar yo Rasululloh, qanaqa qilib men rozi bo'lmayman dedi. Roziman sizni guvoh qiling yo Rasululloh, mayli hammasini unutdim endi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bilol qara Alqamaga dedilar. Qara deganlarda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb jon taslim qiladi. Kitob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nasihatlaridan deydi, ota-onasiga norizo qilayotgan deydi. Seni namozing ham, ro'zing ham, ibodating ham oxirgi nafasda foyda bermay qoladi deydi.